Assalomu alaykum qadri baland qadrdonlarim. Mana Mittivoy bolalar supermarketi. Mittivoy supermarketi. Azizlarim, hurmatli kanalim muxlislari. Bu yerda hamma narsani narxi juda ham arzon. Skidkalar juda ham zo'r. Buni qarang, qanaqa jajji, qulay narx. Buni qarang. 499 ming so'm. Bular menimcha sensorni qimillab turadi. Narxiga qarang. Narxi juda ham ajoyib. Bemalol supermarketga kelib, Mittivoy bolalar marketiga kelib, bemalol xarid qilsa bo'ladi bu narxda. Buni qarang, qanday ajoyib narxlar. Buni qarang. 695 ming. U ana oxirgisi ikkizaklar uchunmi? Ajoyib juda ham. Mana ikkizaklar kalaskasi. Hamma narsalar bor bu yerda. Bu yerga ertalab kirsangiz, albatta bolalaringiz bilan kelsangiz, kiyintirib chiqsa bo'ladi. Endi bu tarafni ham olamiz. Uch million 705 ming. Elektro, buni ham pulti bor, значит. Mana 2 million 999 ming. Nevarasi, chevarasi borlar. Buni qarang, dahshat, yaxshi niyat yarim davlat. Mana bunisiga qarang, qanday chiroyli. Kalaskalar 1 million 549 ming. Mana bunisi zo'r ekan. 3 million 235 ming. Jipchiga qarang, dahshati jipi. Bismillah o'tib tepaga chiqamiz. Tepada mana bunaqa tepaga pastga znapoyalar qatnab yotibdi. Tepasi juda ham chiroyli. Buni qarang, qanaqa оформление qilganlar, dahshat. Maktab uchun daftarlarni shu yerdan oldim. Narx-navolar juda ham arzon. 500 so'm daftar. Mana 36 varaqligi 2000 so'm. 96 varaqligi 3000 so'm. Детский pechenyelar. Kiyimdan boshlab hamma narsa bor bu yerda. Malyutka 104 ming. Nutrilon 150 ming so'm. Munsini bilmaymanki 128 ming. Bizlar vaqtimizda Nestle kashalar bor edi bolamga. Nestle kasha sotib olasdik.
aksiya. Shampun 35 ming. Bizlar faqat Mittivoydan kelib shampun, dezodorant, kir sovun, blizna hamma narsani Mittivoydan olamiz. Bu yerda ancha arzon, ancha farq qiladi. Panti 32 ming so'm. Bunisi 37 ming so'm. Bu menimcha balzammi? Против выпадения волос. Mana bundan bir tanishim oluvdilar, shunaqa maqtaydilar, shu shampuni barakali deydilar. Ayniqsa o'g'illari borlarga, har kuni cho'milayotganlarga juda ham barakali shampun deydilar. Hidi ham yaxshi deydilar. Men endi olganim yo'q. Bunisi skidkada, aksiyada. Bu 3 kilo. Hidi zo'rda, shuni ham persilni. Tayt 73 ming. Bunaqa korobkaligi 24 ming. Parashok Apple 10 kilosi 171 ming so'm. Oddiy kir sovun 6 ming so'm. Antiqa sobun 17 ming so'm. Bu nima ekan deb so'rab ko'rdim. Sovundirlar. Hidi shuni atir tutgandek ekanda, shuning uchun narxi qimmat ekanda. Hidi biram zo'r ekan bu sovunlarni. Narxi arziydi. 18 ming so'm bo'lgan ya. Mittivoy juda ham katta magazin. Chegirmada 59 ming. Meni yaxshi ko'rgan eng jajjicha ko'ylakchalar. Jiyanimga shu yerdan ko'ylak oldi. Buna qarang, voy. Kim xohlamaydi nevarasiga bunaqa ko'ylakchalar olib berishni? Hamma xohlaydi. Buni jajjiligiga qarang. 189 ming. Bunaqa narx menimcha bozordan ham bo'lmasa kerak, balkim bo'lishi ham mumkin. Buna qarang. Oqi ham bor. Buni jajjiligiga qarang, qanday chiroyli. Bir 182 ming bu ko'ylakcha. Nimasi yaxshi narx-navolari shuni yozilgan hamma narsani. Buni chiroyligiga qarang, qanday chiroyli. 3 xil rangda. Globi qizil, qora. Mana bundan oldik biz. Haligacha bor. Bizlarniki rangi boshqa xil edi. Buni jajjaligiga. Buna qarang, qanday chiroyli. Bu ishtonchasi bilan menimcha lozimchasi bilanmi? Materiali shunaqa mazza, yuvib kirgizasiz nevarangizni. Mana qarang, lozimchasi. Jajji. Bir 109 ming so'm. Buni jajjiligiga qarang, qanday chiroyli. U yoqda qaranglar, 1 oylik, 2 oylik chaqaloqlar uchun. Ajoyib. Narx-navolar juda ham, eng muhimi, narx-navolar juda ham arzon. Yosh onajonlar tushunadi buni. 120 ming so'm. Menimcha bu yerda 70 ta. 52 ming so'm. Narx-navolari arzon. Bu kattaroq qizchalar uchun.
materialchasi ham yaxshi. Buni qarang qani. Yumshoq. Mazza qilib kiradi bola. Sal yoshi kattaroq bolalarga. Mittivoyga kelgan payti bolangiz chanqasa, bemalol 4000 so'mdan. Har xil sharbatlar. Bir 129 ming. Mana shunaqalar yaxshi-da bolalarga. Uyda kirishi 125 ming issiq. Ichi qarang qanday. Mana aytgandek bu yerga bolalaringizni olib kelsangiz, birdaniga kiyintirib, xohlaganingiz qo'yniga qaysi yoqsa, qaysi yarashsa, buni qarang. 252 ming. Ishtonchalari ham bir chiroyli. Albatta, u yoqda krossovka, qishki oyoq kiyimlar, hamma narsalar bor. Lekin men qaytishim kerak. Buni qarang. Shu jiyaningizni tug'ilgan kuniga ketayotgan bo'lsangiz ham buni qarang-da, narxi qanday arzon. Ko'zga ko'rinadigan narsalar. Bolajonlari bizni xursand qiladigan jajji go'zal kiyimlar, mana bunaqa ryukzaklarimiz ham bor. Mana qarang, ryukzaklari qanday qilib osib qo'yibdilar. Buni ham narxiga qiziqdim. Narxi 95 ming so'm. Qizlarjonlar uchun, mayda qizaloqchalar uchun. Bu tomoni mягкие игрушкаlar. Yaxshi niyat, yarim davlat. Buni qarang. Mittivoy kassasi mana bunday. Veshilkachalar 10 ming so'mdan. Buni qarang. Bolajonlar kiyimlarini osib qo'yish uchun. Даже mittivoy bolalarimizni sochga taqaydigan abadoga rezinkalariga olib kelib qo'yibdilar. Dalaga chiqib o'tirishni hojati yo'q, hammasi ichkarida. Yangi tug'ilgan chaqaloqlar uchun mana vannichkalar acha bor. 120 ming so'm agar ko'zim to'g'ri ko'rayotgan bo'lsa. 130 ming so'm, 120 ming so'm. Satili, gorshokchikasi, hamma narsasi bor ichida. Xil baqli vlajniy salfetkalar.
shunday qilib videorolikimni yakunlayman azizlarim. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, Allohga omonat bo'linglar.